Demak, endi sizlar bilan mana shu qismda pol yasashni, patolog yasab ko'rishni va perikitga qo'yishlarni ko'ramiz. Uning uchun nima qilamiz? Aytaylik, birinchi qavatga qaytib oldim. Shu qismda arxitektura bo'limini o'zidan men yana qo'shimcha elementlarni olaman. Misol uchun, menga hozirgi navbatda nima kerak? Perikitcha kerak. Arxitekturniy variant tanlab oldim. 220 talik so'rayapti. Yo'q, bizga 200 talik perikitcha kerak. Bitta beton kerak tanlab oldim. Aytaylik, to'rtburchak forma yordamida men chizishim mumkin mana bu holatda. Aytaylik, mana bu qismni ham dash tortib qo'yishimiz mumkin. Agar xohlasangiz, siz mana bu qismlarni o'zida ham, misol uchun, yana qo'shimcha forma berishingiz mumkin. Faqat TR rim yordamida bu yoqqa tortamiz. Mana bu qismlarni kesib olib tashlaymiz. Buni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ozgina qo'shimcha konsol berdim. OK deydigan bo'lsam, mana 3D ga qaytadigan bo'lsam, mana forma bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Ozgina bo'rtib chiqdi. Bu bizda 0 da qoldi. Aytaylik, shuni o'zidan men tanlab turib, kopiyasini olishim mumkin, slide qilishim mumkin va ikkinchi qavatga deyishim mumkin. Mana ikkinchi qavatga ham tushdi. Ko'rishlar mumkin. Endi yana bir narsa borlar. Misol uchun aytaylik, devorlar tanlanganda devorlarni o'zini tanlayman, ketil bilan qolganini tanlayman va mana bu yerda зависимость снизу, зависимость сверху degan qo'shimcha parametrlar bor. Bu birinchi qavatdan boshlayapti deyapti. Mana bu зависимость сверху ikkinchi qavatgacha deyapti. Ikkinchi qavatdan shunchaki minus 200 qiladigan bo'lsak, mana perikitdan tagiga tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda bo'ldi. Lekin ikki marta bosib turib, TR mana bu qismlarni men kesib olishim mumkin. Bu tomonni delete qilishim mumkin. OK deyishim mumkin. Escape bosib olamiz. Mana bo'ldi. Forma saldi. Mana bu qismda ham xuddi shunday. Ortiqcha vidlarni olib tashlayman. Yuqoridagi instrumentlar ichidan shunchaki men trim olaman. Trim bu va bu qismlarni tanlaymiz. OK deydigan bo'lsanglar, mana kichkinagina formamiz bor. Xuddi shu tarzda perikitamizni chizishimiz mumkin. Endi aytaylik, yana xuddi shu qismga qaytib olaman. Misol uchun menda shunaqa devorlar bor. Tak, line tortaylik. Mana tak, sal tekisroq, yana bitta variant ham. Mana bunaqa devorlar bor deylik, tasavvur qilamiz. Asosiy izminit bo'limida, modify bo'limida ko'rishlar kerak bo'lgan narsalar nima? Misol uchun tanlanganda men move qilishim mumkin. MV shortkeyda tanlanganda mana bu tochkadan 1100 yonga yoki tanlashim mumkin. Buni o'zida emas, любой joyga bosib turib, mana bu yon tomonga yoki tepaga olib boramiz. Qaranglar, endi 90 gradus bo'lganda shunaqa ko'k liniya, uzuq chiziq chiqadi, shriq liniya chiqadi. Bu tekst holatda turganini bildiradi. Agar sizda mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa va gradus chiqadigan bo'lsa, bu tekst emas, bu qiyshiq holatga ketyapti uklon bo'yicha. Yonga 2200 deyishim mumkin. Yoki shunchaki element tanlab, o'zini urishni tortib qo'yishim mumkin. Endi shu element tanlanganini kopiya olishimiz mumkin. Kopiya qilamiz. Tanladim 1200, 1500, 1500. Ketma-ket kopiya olish mumkin. Yoki bir nechta elementlarni tanlab, bu yerdan kopiya olishimiz mumkin, tepaga qaratib 2300 ga. Tushunarli? Endi keyingisi rotate qilishimiz mumkin. Tanlandi, elementlar tanlandi, probelni bosib olishim mumkin, shu holatda yon tomonga 90 gradusga burishim mumkin. Mana. Ctrl Z, e'tibor berasizlar, elementlar tanlanganda rotate oldim. Va mana bu yerda copyright knopkasi yo'qolgan ekanda, o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, shu holatda yonga burishim yoki tepaga aytaylik 30 gradusga burmoqchiman desam, yon tomonga burildi. Ctrl Z deymiz. Elementlar tanlandi, rotate komandasi aktivlashtirildi. Copyright yo'qolganda va shu holatda buradigan bo'lsanglar 45 gradusga enter deydigan bo'lsam, shunchaki bu nusxasi bo'ladi. Ctrl Z tanlaymiz, rotate qilamiz, knopkani o'chirib qo'yish mumkin, koordinatasini o'chirish mumkin, ya'ni yoqvolni aktiv qilib va koordinata mana bu tochka bo'yicha deyishim mumkin, bunaqasiga bu yoqqa burildi yoki mana bunaqasiga burilsin deyishim mumkin. Ya'ni siz agar xohlasangiz koordinatasini o'zingiz kiritishingiz mumkin. Komanda aktiv qilindi, tochkani oldik, tekstlab qo'yamiz, mana o'z joyiga qaytdi. Xuddi shunday kopiya komandasi olinganda ham aytaylik, siz kopiya olishingiz mumkin, ketma-ket hamda. Mana knopka o'chirilgan bo'lsa agar bitta komanda tashaldi, tugadi. Copyright yo'qolganda neskani o'qishingiz kerak. Yo'qolgan bo'lsa ketma-ket kopiya tushadi. Bo'lmasa o'chirilgan bo'lsa bitta tashlaysiz, bo'ldi, komanda o'chadi. Bunga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Endi keyingi instrumentlar, aytaylik, mana bu yon tomondagi elementlarim yokida buni takror tashlaymiz. Mana shu elementlar menga akslantirilgan holatda mana bu tomonga tushishi kerak. Yokida mana bu liniyaga nisbatan bu yoqqa tushishi kerak. Shunchaki yuqorida bizda zerkala bor. Tanlaysizlar,
mana bu devorga nisbatan deyman, bu yoqqa tushdi. Ctrl Z. Shu elementlar deyman yoki mana bu elementlarni o'zi deyman. Mana tanlaymiz bu devorga nisbatan markazida yokida mana bu qirrasiga nisbatan yon tomonga nisbatan tabni bosamiz, tab. Bitta bosasizlar, mana bu yoqqa tushdi. Delete qilamiz. Tanlaymiz, yonida drop mirror bor, zerkala. Tanlanganda mana bu holatdaman o'zim ruchnoy chizishim mumkin. Mana bunaqasiga tushishim mumkin. Ctrl Z. Ya'ni element tanlanganda drop mirror yordamida siz o'zingiz tekislik berasiz. Mana bu yerdan bunaqasiga deymiz, pastga deymiz. Ctrl Z. O'rtacha elementlarni olib tashlaymiz. Mana olib tashlaymiz. Endi keyingisi aytaylik, bizda yana bitta instrument bor, line bor. L bu tekislikka, mana bu tekislikka aytaylik, bizda mana bu devor pastga tushishi kerak. Tanlayman, tushdi. Shu tekislikka yana tanlaymiz, mana bu devor pastga tushishi kerak deyishimiz mumkin. Align qilish mumkin. Mana bu tekislikka, mana bu element yuzasi deymiz, tabni bosib, mishkani bitta bosamiz, yopishadi. Bu align instrumenti, bizda offset instrumenti ham smeshchение bor. Misol uchun aytaylik, bizda devor kerak. Mana rak olinganda, mana bu yerda smeshchение bor. Smeshchение 1500 mm dan deyishim mumkin. Tashaldi. Aytaylik, bu 500 mm deymiz. Mana ichki tochkasini oldim, probelni bitta bosdimda, teskari qildim. Mana offset berishim mumkin. Yana xuddi shunday bizda offsetni o'zi ham bor. Tanlanganda smeshchение misol uchun 500 dan deyishim mumkin. Mana bu elementga nisbatan, bu yoqqa nisbatan, mana xohlagan elementingizga nisbatan smeshchение berishingiz mumkin bo'ladi. Mana. Endi keyingi instrumentimiz bizda split. Bu razdelit element tanlanganda mana bu tochka, mana bu tochka, mana bu va bu tochka. Va endi bularni o'zini tanlab turib, biz tiplarini o'zgartirishimiz mumkin. Mana. Endi bundan tashqari keyingisi bunda zazor beradi. Misol uchun birorta element bo'linadigan bo'lsa, orasida qo'shimcha zazorlari qoladi. Mana ko'rishlarim mumkin. Tepada tonki liniya bor, o'chirib yoqishimiz mumkin. Mana. Zazorlari bilan tashab beradi. Endi keyingi instrumentlarimizda trim bor o'zida. Misol uchun trim tanlandi. Trim qanaqa ishlaydi? Aytaylik, men bularni birlashtirmoqchiman. Tanlandi, mana bu qismga nisbatan deyman. Ya'ni bu mana elementga olib borilganda shtrix chiziq chiqyapti. Qaysi tomonga burilishi yoki mana bu deyishim mumkin, bunaqasiga. Buni bog'lab beradi. Buni bunga yoki buni bunga bog'lab beradi. Aytaylik, bizda bu devor hozir uzilgan. Siz misol uchun qanaqa bog'lamoqchisiz devorni? Mana qarang. Trim olasiz. Men bunaqasiga burchak hosil qilmoqchi bo'lsangiz, pastga tushirib bosamiz, Ctrl Z yoki naborot bo'lishi mumkin bunaqasiga. Bu yoqqa bog'laymiz. Endi yana bir vaziyat bo'lishi mumkin. Tak. Aytaylik, trim qilinganda shu liniyaga nisbatan bir nechta elementlarni bog'lash kerak. Ikkinchisini tanlab oldim. Tak, shu liniyaga mana buni bog'la, mana bu liniyaga buni bog'la deyishim mumkin. Mana. Bunaqa variantimiz ham bor. Mana bu liniyaga buni bog'la deyishimiz mumkin. Yoki naborot birdaniga mana segmentni bor, tanlaymiz. Mana bu tekislikka bularni hammasini bog'la deyish mumkin. Aytaylik, mana bu defaultlarni ham deyish mumkin. Mana bularni ham deyish mumkin. Ya'ni umuman olganda siz o'zingiz xohlagan elementlaringizni bitta liniya ko'rsatib turib, o'shanga nisbatan tortib kelishingiz mumkin bo'ladi. Endi yana bitta instrument bor. Misol uchun mana bu devor tanlab oldimda, yuqorida pin bor. Bosadigan bo'lsanglar bu bloklanib qoldi. Endi bu udalit bo'lmaydi. O'chib ham ketmaydi yokida surilib ham ketmaydi. Qachonki siz buni unpin qilsangiz, keyin buni surishingiz mumkin yoki udalit qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana. Endi yana bitta instrumentimiz bor. Array instrumentimiz qoldi. Shu array instrumentni ham ko'ramiz. Aytaylik, devor chizib olaman bitta dona. Mana devorim bor. Xuddi shu devorni tanlayman. Yuqorida array instrument massiv bor. Olamiz. Massiv olinganda linearniy variantda ishlaydi. Shu linearniy variantdagi massivni qanaqa ishlatamiz? Расстояние bo'yicha so'rayapti yoki общий liniya bo'yicha so'rayapti. Общий liniya bo'yicha birinchisi tanlab oldim. Mana bu masofagacha deyman. Nechta? 5 ta. Shu masofagacha 5 ta taqsimlab ber deyman. Aytaylik, mana buni men kopiyasini olaman, pastga tashlab olaman. Bu guruh bo'lib qolgan, chunki massiv bu, gruppadan shunday bo'lib olamiz. Endi men yana massiv beraman. Massiv faqat mana massiv olamiz. Linearniy va расстояние bo'yicha deyishimiz mumkin. Men bu yerdan mana bu masofagacha 2200 dan nechta? Har 2200 da bittadan qo'yib beradi. 5 ta desam, mana ketdi. Tanlanganda yuqorida razmeri chiqadi, kolичествоsi chiqadi.
aytaylik 8 ta desangiz, mana shu masofada ko'payib boradi. O'lchab ko'radigan bo'lsak, orasini 2200 dan chiqyapti. Naborot mana bunda tanlanganda biza 5 ta kiritdik-ku, shu masofagacha deyapti. 8 ta desak, shuni orasida 8 ta qilib beradi. 6 ta desangiz, shuni orasida faqat 6 tani qo'shib beradi. Buni tortish mumkin. Mana tortyapman, 6 ta bor orasida har ham. Agar 12 ta desam, shuni orasiga 12 ta qo'shib beradi. Naborot mana bunda 12 ta desangiz, bu shu masofa bo'yicha ketma-ket tashaveradi. Bunda alohida razmerlar o'ynab ketmaydi. Mana men o'zim ruchni tortyapman hozir. Ruchni tortganim uchun mana bu razmeri ham o'zi o'ynayapti. Agar siz buni oraliq masofasini 1200 dan desangiz, mana kamayib ketdi. Yokida buni men 2500 dan desam, oraliq masofasi o'zgardi. Tanlanganda men bitta faqat biza kollitsiya berishimiz mumkin. Mana bu element tanlanganda buni masofasini aytaylik. Buni ham xuddi shunaqa aslini olganda tanlanganda mana oraliq masofasi, lekin bunda ko'rishlar mumkin o'zgarmaydi. Sabab bu yakuniy masofasi bo'yicha ishlaydi. Buni o'zingiz tortishingiz mumkin. Mana bunda sochini tortishingiz mumkin buni o'zingiz. Lekin buni asosiy maqsadi oraliq masofa bo'yicha bu ishlaydi. Sochini 2500 desam, 2300 to'g'riladi. Ya'ni bunda siz oxirgi tochkani ko'rsatasiz va shuni orasida bizaga elementlarni qo'yib beradi. Birinchi yetib ketdi bunda hozir 15 ta qilishim kerak edi. Mana bunisida mana ko'payib ketdi bu ko'rishlar mumkin. Tanlanganda 15 ta desam, shu masofani oralig'ida 15 ta. Mana bunisida yo'q. Naborot 12 ta, 15 ta desam, bu o'sha asosiy masofa bo'yicha ketma-ket tashlab beradigan instrument hisoblanadi. Massiv shu bizada asosiy narsasi. Endi telik men yana bitta kopiya olib tepaga. Mana kopiya oldim, gruppanimizni yuboraman. Element tanlanganda yuqorida bizada masshtab bor, tanlaysiz. Masshtab qanaqa ishlaydi? Aytaylik, masshtab mana bu yerdan mana bu yergacha qanaqa masofada? 2680 bo'lsin deyman. Mana. Yoki yana masshtab olishim mumkin. Mana buni oraliq masofasi 1200 bo'lishi kerak edi. Mana qaytarib qo'ydim, 1200 ga o'zgardi. Masshtab xuddi shu tarzda bizada ishlab beradi. Unda hozircha stop.